Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yana bir obyektimiz tayyor bo'ldi. 373 metr, balandligi 270. Xo'p, birinchi qismi stиральный mashina, duxovka, mikrovolnovka, undan keyin gaz, moyka, xolodilnik. Po faktu xolodilnikdan narsa olinadi, bu yerda qo'yiladi, yuviladi, to'g'rashtirib gazda pishiriladi. Matviy akrildan tayyorlangan mexanizmlari. Qora original vakuum yo'lovchi mexanizm qo'yilgan. Kimga shunaqa oshxona mebellari kerak bo'lsa, pastda nomerlarga murojaat qila olasizlar.